Assalomu alaykum do'stlar, mana xudo xolasa kecha Instagramga video qo'ygan silifimiz tayyor holatda. Mana alohida ulab berilgan. Mana bu yerda tepadan hali tunikani alohida kesilgan joyi ko'rinib qolmaydi, tagida ham ko'rinib qolmaydi. Mana alohida ulangan, uzoqdan ko'ringanda anaqa tekis holatda bo'ladi. Xo'p, tepa qismi mana bunaqa yopilgan bo'ladi. Oynaday tekis turibdi. Quyosh tushib turibdi. Shunda quyoshga olib chiqib qo'yib ko'rsatyapmiz. Ana shunaqa tekis arka siliflar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar, tayyorlab, zamoklari ham maydalab, bittalab terib chiqilgan. 45 gradusni ko'ryapsizlarmi turishini? Aloqaga chiqaverasizlar, ana shunaqa arka silif, figurali suturba deysizlarmi? Noodatiy figurali arkali patrullar uchun tunika detallari bo'ladimi? Parapetni tunikalar bo'ladimi? Arka siliflarni turli xilidan qilib beramiz. Aloqaga chiqaverasizlar, O'zbekiston bo'yicha tayyorlab o'rnatib beramiz.